Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun besimni yengishning yana bir oddiy usul haqida to'xtalamiz. Mening kichik vaqtimda besimda mundaq bir ish o'tgan. Boshlang'ich o'qiydigan vaqtimda biz bir qancha do'stlarimiz bilan birlikda tushlik demalish vaqtida suv ichib oldik. Shunda yana ayt qiziqchilikda suv tushdik 2 soatning qanday o'tib ketganligini uqmay qoldik-da. Yan tarafda yana baliq tutadigan yer ekan, shunda baliq tutibmiz bir necha soat. Shuna bilan shu tushdan keyin maktabga boraman. Suv ichadigan yerdan o'dil uyga qaytdim. Ammo kech olgan siri İçimge bir korkunç girip aldı. Çünkü bizim muallimne ait açık yaman muallimdi. Ben o muallim eğitse mektep kalsam beni neme kılıbette degen endişeyle vahimeden kutulanmaya kaldım. Şu vakitte tuyuksuz manalık yağaç koyacak Pinokyo ki Pinokyo'nun bir isim geldi. Ben o kitabına ait yaktırıp okuyandım. Onun da bu Pinokyo mektepten kaçırdı. Mektepten kaçıp bir kelişmezlik bilen denizde bir kitinin korusuna girip kaldı. Ben şu vakitte ait korkup ketkinim izimde. Şuna bilan shunda o'yladim ki, qancha bo'lsa-mu Pinokyo kitning qo'rsiqiga kirib qolgandimi qo'rqinchli ish yuz bermas deb o'yladim. Shuna bilan o endişe lapida yengillab ketdi menda. Balkim shunga o'xshash ishlar hammalarning beshidan ma'lum shaklda o'tgan bo'lishi mumkin. Men bu orqali nima demoqchi? Amaliyotda meningcha hammamizning beshidan shunga o'xshash ishlar o'tgan bo'lishi mumkin. Biz balki hayotda ba'zi vaqtda qattiq umidsizlangan, ko'nglimiz yerim bo'lgan yoki ba'zi mag'lubiyatlarning oldida tushkunlashgan, o'zimizni yo'qotib qo'ygan vaqtlarimizda balkim biz kitobda o'qigan ma'lum bir personajning qahramonligi, jasoratidan ilhom olgan bo'lishimiz, yiqilgan yerimizdan qaytib turib ketgan bo'lishimiz mumkin yoki uning shu ifodasidan o'zimizga tasalli topgan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda men ba'zi vaqtlarda o'zimning o'rganish sharoitidan ait qaqshig'im kelgan vaqtda o'rganish qilg'im kelmay amaliyotda. Ben doim Mehmet Ali efendimning ayni vaqtda o'g'il Turkiyaga chiqib maktabga kirolmay, sinfning yanida, ya'ni derazaning yanida dars anglaganligi esimga keldi. Shu vaqtda yana qayta ruhlanib qolaman. Ya'ni sharoitim jiq yaxshi keldi. Ba'zi vaqtda 3 kun ko'zim ochilgan bo'lsa degan kitobning avtori Helen Keller esimga keldi. Balkim sizlarning esingizga kelishi mumkin. Bütün hayatı bo'yicha amma o'tgan, ammo shu hayotini nihoyat ahamiyatli o'tkazgan bir ayol. Undaqda mening bu deganlarimning bu besimni yengillatish bilan qanday munosabati bor? Men hozir tilga olgan hikoya, roman yoki kinolardagi ma'lum personajlarning ish harakatidan o'ziga bir kuch elib, o'ziga o'zi rag'bat berishning amaliyoti psixologiyada asosi bor bir davolash usuli. Bu biblioterapi deb ataladi. Uning asosli logikasi shu. Ya'ni psixik bemorlarga yani ma'lum bir ishda mag'lub bo'lgan yoki o'zini yo'qotib qo'ygan, o'ziga bo'lgan ishonchi to'liq yemirilgan yoki tushkunlikka giribdor bo'lgan degandek qisqasi ma'lum bir psixik masalaga duchor bo'lgan bemorlarga shularning holatiga asosan, ya'ni shulardagi ifodaga asosan muvofiq kitob yoki hikoyalarni tanlash va shuni o'qib berish yoki uni o'qishga yetaklashni iborat. Bu usul asosan shu. Masalan deylik, masalan birov hayotida ma'lum bir ishni qildi, ammo takrar sinab boqqan bo'lsin mag'lub bo'ldi. Shundan bu mag'lubiyat uni o'ziga bo'lgan ishonchidan mahrum qildi. Shuning bilan bu cho'nqur tushkunlikka giribdor bo'ldi. Mana shu kishilarga nisbatan uningdan ko'p mag'lubiyatga uchragan, uningdan og'ir sinoqlarni beshidan o'tkazgan personajlarning ajoyib qahramonona ish harakatlari tasvirlangan inchki bayon qilingan kitoblarni ularga o'qib berish orqali ularda bir xil ruhiy o'rtoqlik his qildirish. Shuning bilan u bemorlar bu mening beshim bo'lib kelgan kun emaskin. Kitobdagi mono qahramonmi mendan og'ir kunga qilib turib meni qayta o'rnidan dast tura olibdi. Ya'ni ishini tepib qila olibdi. Demak, menda umid bor ekan deganga o'xshash. Mushu xil aktiv ruhiy holatga yetaklashni iborat. Amaliyotda bu deganlik chuqur shunga o'xshaydigan hikoya yoki roman o'qish kerak, boshqa kitobning foydasi yo'q deganlik emas. Har qanday kitob, hatto gazeta o'qishning foydali ekanligi ba'zi tadqiqotlarda isbotlandi. 2009-yili Angliyaning Sussex universiteti bunda bir tadqiqot olib borgan. Ular bir turkum fidoilarni yiqqan, ya'ni tadqiqotga aktiv qatnashuvchilarni. Ularni bir qancha guruhga bo'lgan. Bir qancha guruhga bo'lgandan keyin ularning qon bosimini yuqori ko'tarib o'tadigan, yurak silishini tezlatib o'tadigan ba'zi harakatlarni qilishga o'rinlashtirgan. Undan keyin bular bu harakatlarni qilib bo'lgandan keyin tadqiqotchilar o grupga bo'lganlarga bunda bir qancha ishni o'rinlashtirgan. Bir guruhga kishilarga 6 minut kitob o'qitgan. Bir guruhga kishilarni muzika anglatgan. Bir guruhga kishilar qahva ichgan, qahva ichib dam olgan. Ya'ni bir guruhga kishilar sayli qilgan, ya'ni mangan. Eng og'irgi guruhdagi kishilar bo'lsa elektronlik o'yin o'ynagan. Ular bu faoliyatlarni qilib bo'lgandan keyin ularni tekshirgan.
yani ularning besim darajasini, yani qon besimi, yurak so'qishi qatorliqlarni tekshirgan vaqtida hayron qolarlik bir natija chiqqan. Bularning ichida eng yaxshi aslik kelgini, ya'ni eng yengilligini 68% yetgan kitob o'qiganlar. Ya'ni 6 minut kitob o'qish ularni eng yaxshi unumga ega qilgan. Undan keyin muzika anglovchilarning 62%, qahva ichuvchilarning 54%, mang'uvchilarning 42% asli kelgan. Ama elektronlik oyun oynag'uvchilarning aran 21% asli kelgan. Ya'ni ularning eng tuvan bu. Demak, bu tadqiqotdan shuni ko'rdik, faqat 6 minutlik kitob o'qish psixik besimni yengillatishda shunchalik rol o'ynagan. Endi biz buni texmo bir qadam ilgarilab o'ylab bo'lsak, agar bir odam 6 minut emas 16 minut kitob o'qisa, 20 minut, yarim soat kitob o'qisa. Menimcha hammamiz her kuni eng az deganda 15-20 minut kitob o'qishga cho'qim vaqt chiqara olamiz. Agar biz buni hayotimizning bir parchasi, ayrılmaz bir qismi deb qarasaqlar va shuni aylantirgan bo'lsak. To'g'ri, bu yerda shunday bir narsani ta'kidlash lozim. Bu deganlik biz duch kelgan barliq psixik masalalar kitob o'qish orqali hal qilinadi. Kitob o'qish mushlarni hal qilishga qodir deganlik emas. Ba'zi psixik masalalar maxsus davolashni talab qiladi. Ya'ni u ziyoda ig'irlagan vaqtda hatto dori yeyishimiz mumkin. O vaqtda maxsus psixik doktorlarni izlab ularga ko'rinish kerak. Ammo normal ahvol ostida biz kundelik yo'liqayotgan ba'zi dishvorchiliklar, ruhiy siqilishlar, zerikishlar, psixik besimlar, tushkunliklar, umitsizliklar. Mana bularning hammasini ma'lum darajada o'zimiz qo'llangan usullar orqali yengillata olamiz. Men hozirgi vaqtda muhojirat yashayotgan har bir Uyg'urning o'zimizning ruhiy qiyinchiliklarini o'zimiz hal qila oladigan bir iqtidorga ega bo'lishini bakli umid qilma va mushu haqda tirishishimizni amalga tavsiya qilaman. Bizning moddiy qiyinchiliklarimizni ma'lum jihatda tushuntirish mumkin. Ammo ma'naviy qiyinchiliklarimizni menimcha buni hal qilishning eng yaxshi doktori yana o'zimiz. Biz o'zimiz uchragan qiyinchiliklarni belgilay olmaymiz. Ammo shu qiyinchiliklarga qanday muomala qilish, qanday pozitsiya tutish yana bizning ilkimizda. Mana bu bizning eng og'irqi va eng muhim erkinlik rayonimiz. Shundaqla biz hozir faqat qimmatini bilmayotgan Allah bizga ato qilgan eng zo'r boyligimizdan iborat. Yana bir nuqtani aytgan vaqtda kitob o'qishning bizning psixik besimimizni yengillatishining bunday bir sababi bor deb o'ylayman. Odatda bizni ichimizni siqib o'tadigan ba'zi ishlar bor. Ba'zi nəhayət əhəmiyyətsiz, intayin kiçik işlər üçün həddindən ziyadə qayğırıb getimiz. Özümüz besim qılımız. Məsələn, mundaq qılsam başqalar nəmə dəb qala? Ən aqallisi. Yoki başqalarning bizni g'aybatimizni qilganligini anlab qilishimiz. Yoki ma'lum bir ishimizni başqalar cho'qim xato tushunib qoldi deb ziyoda endishiga petib qilishimiz. Shundaqla ba'zi manfiy o'y-xayollardan faqat qutulanmasligimiz. Hatta 10 yıl, 15 yıl burun bo'lgan bir ishning zodi kallamızdan chiqmasligi. Hamma ishdan bir xil haqsizlik, nahaqchilik his qilib olishlarimiz. Va bu xil o'ylardan qutulanmasligimizmi bizni ro'yjatdan azoblayotgan muhim sabablarning biri. Mening qarashimcha buning bir muhim sababi bizning kallamizda biz o'ylanadigan, texim ahamiyatlik, texim muhim ishlarning oz bo'lganligi deb o'ylayman. Kitobdagi mazmunlar bizni dal ahamiyatlik temalarni bizga sunadi va biz biga qolgan vaqtlarimizda ana shundoq bizning ichimizni siqilgan, bizni ichimizni yeb tugutadigan o xil foydasiz o'y-xayollardan qutulib, kitobda o'qigan mazmunlarni o'ylana olamiz, shu haqda fikr yurgiza olamiz. O'zimiz bilan o'zimiz menimcha texmi ahamiyatli, sifatli dialog qura oladigan bo'lamiz. Chunki odam yolg'iz qolgan vaqtda har doim o'zi bilan o'zi so'zlashadi. Agar u o'zi bilan o'zi so'zlashgan vaqtda ahamiyatli tema topolmay qolsa, cho'qim o'ziga foydasi yo'q, boshqalarga foydasi yo'q. Aksicha o'zining psixikasini texma azoblaydigan temalarni o'ylab qilishi mumkin. Mana mushu nuqtani aytgan vaqtda kitob o'qish hammamiz qila oladigan ish. Kunda yarim soat, 20 minut kitob o'qish faqat qiyin ish emas. Mana mushu jihatda aytgan vaqtda kitob o'qish bizga nisbatan eng oz mablag' selib, eng yuqori unumga erishadigan nihoyat qulaylik bir usuldan iborat. Bir tarafdan kitob o'qish orqali bilim doiramizni texnik cho'nqurlashtiramiz, nazar doiramizni kengaytiramiz. Yana bir jihatdan kitob o'qish orqali yolg'iz vaqtlarimizda o'ylana oladigan sog'lom bilimlarga, temalarga ega bo'lamiz. Shundaqla o'zimizning kundalik turmushini texmi ma'nilik o'tkaza olamiz. Ma'nilik o'tkazgan vaqtda anandan keyin biz kundalik psixik besimlardan eng zo'r darajada qutula olamiz deb o'ylayman. Hammaga rahmat.